BBCning rasmiy sayti bir ayolga ChatGPT o'zini o'ldirishga undagani haqidagi maqolani chiqardi. Ayol o'zini ruhan yomon his qilib, sun'iy intellektdan unga yordam berishini so'ragan. ChatGPT esa unga o'zini o'ldirishni taklif qilgan. Bundan tashqari, o'zini o'ldirishning bir necha yo'llarini ham ko'rsatgan. Voqeadan xabardor bo'lgan ayolning onasi uni doktor, psixiatr qabuliga yo'naltirdi va ayolning hayoti saqlab qolindi. Hozirgi kunda sun'iy intellekt egallay olmaydigan kasblarning ichida psixologiya va psixoterapiya yo'nalishi birinchi o'rinlarni egallaydi. O'z ruhiyatingizni robotga emas, his qila oladigan va hamdardlik bildira oladigan jonli, tirik mutaxassislarga ishoning. Sun'iy intellekt sizni eshitishi mumkin. Lekin sizni to'g'ri diagnostika qilish va terapevtik jarayonni olib borish kuchiga ega emas. Sizga haqiqiy hayotiy, real terapevtik jarayon juda ham muhim. Bu siz ko'rib turgan holatlar sun'iy intellekt yordamida davolaniladigan holatlar emas. Ular uchun tibbiy, klinik bilim va ilmiy yondashuv juda ham muhim. Agar siz ham o'zingizda qanaqadir og'irlik hissi, bo'shliq, ma'nosizlik his qilayotgan bo'lsangiz, konsultatsiya yoki terapiya seanslariga yozilishingiz mumkin. Buning uchun qabul so'zini yozib qoldiring.